Keyin bu yorilib, teshilib, suluv oqib ketdi. Yo'q, buni yorilib teshilib naqanasi bo'lmaydi. Bemalol olasiz, misol ustida ham odam yursa bo'laveradi. Ha, bemalol odam u og'ir narsani ham ko'taradi bu. Hozir bu mahsulotda qishda ham munosib bo'ladimi axir? Ha, bemalol bu ichida o'zi suvni muzlamaydigan xususiyati bor. Bularda mabodo Tojikiston, Qirg'izistonga so'rab qolsa qanaqa? Qirg'izistonga chiqarib turamiz. Qirg'izistonga kargolar bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, o'zingizlar bilasizlar, Namanganda mana shunaqa to'lmaydigan kanalizatsiyalar ishlab chiqariladi. Endi ko'pchilikda bo'layotgan savol, qish kelib qoldi, ulgurmay qoldimmikin, qishda o'rnatsa bo'ladimi, muzlaganda yorilib ketmaydi degan har xil savollar bor ekan. Bunga ham alohida javob berib o'tib ketamiz va bu yerda hozir necha kishilikdan boshlab necha kishilikkacha ishlab chiqariladi va o'rtacha bitta oila uchun necha pullik kanalizatsiya olish kerak? Shular haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Zohir aka, assalomu alaykum. Va alaykum, Muhammad Sodiq. Qolasizmi? Charchamasdan. Ancha yil oldin siz oldingizga kelgan edim. 4 yil, 5 yil bo'lib qoldi. Ha, 4-5 yil bo'lib qoldi. Necha kishilikdan boshlanadi sizlarda aka? Bu xonadonga asosan 3 tonnalik qo'yilyapti ekan. Mana shular 3 Mana tonna. shu 3 tonnaliklar. Bu 8 kishi, guruhi 8 kishi odamga moslashtirilgan. 5 kishidan 8 kishiga 5 kishidan 8 kishi bemalol qo'ysa bo'laveradi. Hozir bu mahsulotda qishda ham munosib bo'ladimi axir? Ha, bemalol bu ichida o'zi suvni muzlamaydigan xususiyati bor. Chunki haligi stiklo voloknadan tayyor bo'ladi. Baribir 1,5 metr, 30 santimetr yer tagida qolib ketgandan keyin hech qachon muzlamaydi. Muzlasa ham bunga zarar etmaydi. Bunga zarar etmaydi. Shuning uchun shuni turishiga, zanglamasligiga sizlar kafolat berasiz. Kafolat beramiz. Xudo xolasa zanglamasligiga, turishiga 50 yil kafolat beriladi buni. Zo'r. Hozir qanaqa holatda bu? Bilganlar biladi, bilmaganlar qaysi tomon boshi, qaysi tomon oxiri? Bu общий gryaz mana birinchi kameraga kelib tushadi. Hamma kanalizatsiyalar shunga tushadi. Mashin kelib tushadi birinchi kameraga. Buni kameraga bo'lib qo'yganmiz. Общий gryazda mana yerda olinadigan bu zaglushka qilib qo'yiladi. Bu yer bilan tekis qilib avariyniy joyi. Muhammad Sodiq bu avariyniy joyi. Bu dimxot uchun qo'yiladigan joy. Bitishga berilib qo'yiladi, shu tom tepasiga chiqarib qo'yiladi. Bundan har xil xushlarni chiqib turadi. Bundan texnik suvga aylanib, yerga singib ketadigan suv chiqadi. 90% toza bo'lib ketadi. Agratga qo'yib yuborsa bo'laveradi. Agratga qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Texnik suvga aylanib, qo'yincha cho'qindisiz yerga singib ketadigan suv hosil bo'ladi. Bu yerda qolib ketgan cho'qindi axlatlar birinchi kamerada qoladi. Bu yoqqa cho'qindi o'tmaydi, faqat suv o'tadi xolos. Suv o'tadigan moslashtirib qo'yilgan. Bu birinchi kamerada bakteriya solib yiliga 4 ta 5 ta bakteriya solib turiladi. Shu bakteriya suvga aylantirib turadi. Vazifasi shu, tushgan cho'qindi axlatlarni. Xullas, suvdan ajralgan axlatlarni yeb tashlaydi, qisqa qilib yeb tashlab, shu oziqasi, axlatlarning oziqasi shu bakteriyani oziqasi bo'ladi. Bu demak 8 kishilikkacha moslanganini necha pulga berasizlar? Bular vodiyga 7,5 million so'm sotilyapti turgan. Dastlabki montajimiz bor, aytaq bo'ladigan xarajatlarni qilib berishadi. Joyini kovlatish, shibionka truba deganday xarajatlarni qilib berishadi. Vodiyga 7,5 million so'm dastlabkamiz hammasi ichida. Toshkentga 8,5 million so'm. Vohaga kelishilgan holda. Bu yerda eng kichkinasi 3 tonnalikmi hozir yo bu 3 tonnaligimiz bor, mana 5 tonnaligimiz bor, mana 4 tonnaligimiz bor. 4 tonnalik necha kishilikkacha? Bu 10 kishi, 15 kishiga. Katta oila. Ha, kattaroq oilaga. Kichik bir sexlarga ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ha, shunday. Chevarxonalarga ham qo'yishyapti. Chevarxonalarga o'sha odam sal ko'proq bo'ladigan bo'lsa 5 tonnalik. Asosan 5. Ha. Eng kattasi necha kishilikkacha yasab bergansiz? Eng kattasi shu domlarga qo'yilgan. U 100 ta xo'jalik domlarga qo'yilgan. Katta. Ha, uni 50 tonnaliklarimiz bor. Shu 50 tonnaligimizdan qolgan qoldig'i. Shu 10 tonna chiqadi, qo'ziqorin deymiz biz o'zimiz tilimizda. Qo'ziqorinli. Ha, 50 tonnaligimiz hozir bu yerda tayyorimiz yo'q past. Aka, hozir demak, buni qisqa qilib aytganda, bunga bakteriya solmaydigan bo'lsa, deyarli foydasi bo'lmay qolar ekan. Buni asosiy ishlab chiqaradigansa bakteriya. Bakteriya shu suvga aylantirib, vazifasi suvga aylantirib turadi. Endi shunday deymiz, buni o'sha tushib axlat to'lib olguncha o'zi ma'lum vaqtlar o'tadi. Buni lekin baribir uni bakteriya solib turing deb biz uy xonadon egalariga nimadir ichiga narsa tushib, anaqa bo'lib qolsa buni olib tashlasa ham bo'ladimi? Ha, vaqtlar kelib o'sha har xil narsa tushib qoladigan bo'lsa, mana shu avariyniy deganimiz mana shu o'rtadan yer bilan tekis qilib zaglushka qilib qo'yiladi. Bitta 76 lik shlankada haligi trubasini tortadigan yonimizda tortib ishlaveradi. Keyin masjidlarga ham qo'ysa bo'ladimi, tahoratxonalarga? Masjidga, tahoratlarga, xonalarga ko'p qo'yganmiz masjidlarga. Qo'yilganmi? Ha, qo'yilgan. Hozir qarang, endi men bilganim bir 4 yildan beri ommalashdi bizda. 4 yil, 5 yil bo'ldi ish boshlanganiga ham o'zi. 5 yil bo'ldi. O'zi davolini xursand bo'lgan klientlar chiqdimi? Ha, xudoga shukr, endi hozir
shu kungacha endi muammosi ishni o'zi yo'q, lekin muammo qilgan yo'q. Xonadonlar aksariyat muammo qilmaydi. Lekin bitta narsani aytib o'tish ketish kerak shuning ichida. Bitta yarimta hid xushi ichkariga beryapti degan odamlar uchun mana shu dimoxodni tomni tepasiga olib o'tib qo'yish kerak. Vitishkani sal teparoqqa tortsa, sirkulyatsiya yaxshi bo'lib tepaga tortib oladi hid xushini. O'shani aytib qo'yganimiz. Keyin bu yorilib, teshilib, suluv oqib ketadi. Yo'q, buni yorilib teshilib nima narsa bo'lmaydi. Bemalol misol ustida ham odam yursa bo'laveradi. Ha, bemalol odam og'ir narsani ham ko'taradi bu. Demak, sizga hozir men Andijondan 3 tonnalikka buyurtma berdim. Bugun qancha vaqt ichida borib o'rnatib berasizlar? Bugun misol zakaz bersangiz, erta indinga borib o'rnatib berilaveradi. O'rnatib beriladi. Holatga qarab. Keyin ekranda video ko'rsanglar bo'ladi o'zi. Buni atrofiga misol betfesok anaqa atrofiga shibyonka bilan yopiq dirnash qilinadi. Mashinadan chiqib cho'kib ketadi. Cho'kib ketadi. O'zidan baydan chiqqan texnika suv o'sha yopiq dirnajli sistemada yerga singib ketaveradi. Endi bularda mabodo Tojikiston, Qirg'izistonga so'rab qolsa qanaqa? Qirg'izistonga chiqarib turamiz. Qirg'izistonga kargolar bor. Kargolar bilan kargolar misol kilosiga $1 dan olyapti turgan. Misol mana shu 180 kilo, 200 kilo chiqadigan bo'lsa $200 bilan o'tadi. O'tadi. Ha, Qorasuvga borib, terimlarga borib tushadi. Tushunarli. Sizlar o'zingizlar ishlab chiqarasizlar bu yerda. Bu yerda o'zimiz ishlab chiqaramiz. Demak, kattaroq ob'yomda bo'lsa, aloqaga chiqsa, kelishilgan holatda o'zi to'g'rilab berasizlar. Ha, kelishilgan holda katta ob'yomlar uchun. O'sha bu yerda bizda o'sha 2 tonnadan 50 tonna, 70 tonna, 80 tonna iloji bor 100 tonnagacha har qanaqa yo'mkisni tayyorlab berish. Mabodo kelib ko'rib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, manzilni bitta tushuntirib o'tasiz. Manzilimiz Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishloq. Lokasiya ham tashlab berishadi. Mabodo atrofdan bo'ladigan bo'lsanglar, kelib bitta ko'rib, o'zingizlar ishonch hosil qilib, keyin xarid qilsanglar ham bo'ladi.